Assalomu azizlar. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Katta Qashqar dan qishlog'idan Sardor Foziljonov akamiz bir chiroyli she'r yozibdi. Qishlog'ini maqtab juda go'zal yozilgan. Shuni qo'ldan kelganicha Katta Qashqarlik akalarimiz nomidan o'qib beramiz. Yo'qsa bitta like. Har kimga o'z joni bo'lsin omonda. Bor emish bir qishloq vodiy tomonda, buloqlari, suvlari ajib ashrormish, nomi ham chiroyli Katta Qashqarmish. Bor emish kirishda beton arig'i, har qancha maqtasam ozdir tarifi. Bir voshdan aytaman sizga tarixin, nonvoylarning makoni bo'lgan qishlog'im. Tong sahar uyg'otar kunning oftobi, bog'u rog'i har bitta uyning charbog'i, aslida daromadi limon, shaftoli, dehqonni mehridan ungan qishlog'im. Qishloqni tebratar ona allasi, tilingning yoradi noku olmasi, u yerda bor yana pilaramasi, jannatga qarindosh bo'lgan qishlog'im. Qizlarim ko'rmabsiz oydayin yuzlari, yoqutday tortadi shahlo ko'zlari, joningga oromdir shirin so'zlari, go'zallari makon bo'lgan qishlog'im. Yigitlari bir so'zli, g'ururi osmon, har bir ish qo'lidan keladi oson, she'r emas yozsang gar bo'ladi doston, mardlarning makoni bo'lgan qishlog'im. Har ishda o'rnakdir mo'ysavitlari, qo'llari duoda tunu kunlari, davrani qizitar ishoning bari, bobolari kulgisi jo'shgan